Assalomu alaykum azizlarim. Bugun biz masofadan turib negativchilarga zarba beramiz. Shu xabarni yozgan ekspertimiz Qalay, bu bashara bilan endi achkini buzib bo'lmaydi. Faqat psixika buzilgani qoladi. Ikkinchi ekspertimizdan kelgan xabarni o'qiymiz. Bible isqir aptini qara. Tfu! Hozir iltimos qilib qolgan bo'lardim. Ayniqsa qizlar ekran qarshisidan uzoqlashing, sababi bu qahramonimizni ko'rib, sevib qolib, hushingizni yo'qotishingiz mumkin. Nafsaki suvchi bolalar ham ekrandan uzoqlashinglar. Xo'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Ochig'ini aytinglar, kim sevib qolishga ulgurdi? Kommentariyada yozib qoldiring. Bir narsaga e'tibor berdim. Abu Yibajonimiz rangi po'q rang kostyum kiyyapti. Super! Moda bilan ham nafas bo'lib yashang. Odatda shunaqa kommentariya yozib qoldiradigan yibajonlar basharasini ko'rsangiz, bir narsaga amin bo'lishingiz mumkin. Bu yibajonlar hayotida jalab tugul tirik bir qizni ko'rishmagan. Amandan ko'ra bu bashara jalabchanikiga o'xshayapti bu. Bilin, reально 05 baklashkachani turishini qarang, bu bo'ychasi. Puf etib qir adirlariga yumalatib yuborsam bo'ladi-da. Kommentariyani ahvolini. Hech qanday originalnost yo'q. Bu kommentariyaga men 0 baho beraman. Endi bu kommentariyani qahramoniga baho bersak. Kishini hech qachon ayol kishi gapi bilan o'zgartira olmaydi. Birinchidan, erkak kishiga seni nima aloqang bor? Ikkinchidan, bu yozgan kommentariyasiga qaraganda, buni ona tug'magan. 5 kilo bashara qayerdan moralab chiqqan? Orada din ham bor. Играл на гитаре, она пела «Кунту майтан фигу хурил гайвал вифми». Ja qiziq narsa emassiz u. Qiziq narsani ko'raylik. Afigit. Siz shu darajada qiziq narsa ekansiz. Basharangiz ustida 10 quruq qilib aylanib ekskursiya qilib chiqsa bo'lar ekan. Nastolka qiziq. O'zbekistonning xaritasiga ham qo'shib qo'ysak bo'ladi. Kimni buqasi qochib ketibdi bilmadim-ku, lekin o'sha buqa qochayotganida ko'chasidagi axlatini tashlab ketibdi. U axlat katta bo'lib, endi meni kommentariyalarimda irillab yuribdi sasib. Mana